Amarchoq shoh bo'lamay menga bir chiqa. Mushbullar hech bir kurash qilmaydi. Bu intamini taynova baranmagan gap. Nochiroq bergan bo'lsam, ishari menga shu taqlab qilmag'ini qilmayman, tag'isha garvaga patmaganda patmaydi o'yining ichidan. Bu bilan deb 3-4 kun bo'ldi intam bir bo'lganini, yan to'ygan kelinjakda o'yining chiqilmaytamdi. Ata nimishdi? Yaman bir sulashtirasana, bu suv tushgan mushukda uxtiratgan qilmavazdek. Bir gap qilar tilingi bilan dastalmaganda nimish bo'ldi? Shu ata toza mijozim yo'q. Mijozim yo'q? Sening mijozing yo'q. Sana davomli intam berib chiqsanmish, balnisin chiqqandek to'bash kun mijozing yo'qlab ketdi. Meni qapaqimish qilganda billa eshib ketar mijozing. 3 vaqtda maqnash ishing atib qarab jivassan, sen kasal chalisham-tu. Asli intam qazang mijoz yo'q degina. Ko'chiray desang, tutib qilasa, yozay desang biliming yo'q. İntam meydandan chiqib ag'rilaysan, yana manba oldingda uni qamlashtiriblanmaysa, sanamasan bo'lmaydi-tu. Sening asli intam qog'ozga lingshillaming, xo'sham, disham, sangyanni xo. Yana bir chiji dedingmi, tug'i ishdingmi, bachki ishdingmi, ash o'yningni tushgan bo'lsa, 730 830 elib, ash maktabda qapolatdingmi, shadi xo'jangliganga. Ha, gap qila bilan gap qila, burutlaring talabmi, buningni tushki tonildaglab ketdi. Ata oliy maktab imtihoni pek tez chiqibdi bu yil. Men xil yomon emas, buni o'rganganda qilgan. Oo, rasta tushibdi bilam. Sen deganning asli kasbingda tushsa, bunda chijidi chumi tariqi. Bu nada bo'ladi? Bundan qanday chiqish kerak? Buni qilganda nima ichish kerak? Jubakni qallig'asi ning bo'ladi? Jujuda kinding tutgan vaqtda qanday qutqizitmaysiz? Ko'ngtu nag chuti ashkabli bo'lsa, han yüz utib ketdinglar. Intam qog'ozing 5 ni berib, oyog'ini yig'ib qo'yib chiqitib bo'lsanglar, mobil kunda yangi qilib badam yetibdi. Aqli kallisini chiqitida ma'lumni xoshlab ketadi. İmtihan üstüne düşüp ketdim. Ben o şişilde sadece yapacaktım. Bu kumda bunda cüba gidelim. Sesik yakmadan sesik yakmadan bıçak tutmayasam ben de. Kimse ben sesik yakmadan tutmasam ben de sesik yakmadan tutuşuyordum Mush balani, mush bökmüş qanday mijib aylantiryapsam, balaning qimishak yemida atgan talog'i chiqib kiray. Men so'zlasam, gap jiqay bo'lgan. Hozir bu kallininki bu quloq taraf, bosh taraf, choch taraf, hamma taraf ketib, hozir pishqan tavzda changli qilsa vangliqda yetib qoldi. Va balaning intamisi chaqliq, kiylik endi menga bag'liqday turadi. Va intami toz yaxshi baranmabmasmi? Ama balada qaqshab, qinga o'rniga kelmaydi. Ama bunun ahırsızlık işini uğraştırıp yapmasak bo'lmaydi. Biz ata-onam olgandan keyin arzu to'ldirgan bir ishlar bor, shuni surishtirdingmi? U ishni surishtirmabmi? Ash intamini yaxshi beranmasam lekin arzuni odam to'ldirib qolsa, odam maktab men qiladi. Shu gap emasmi? Arzu to'ldirish muhim. Mush 6-ayning 13-kuni Aqsu shahri Xuyxon Dajudiyanning 15-qavatida Mingbang ma'rifidan Oblatjon ma'lum maxsus asha haqsiz leksiya so'zlayki arzu to'ldirish, maktab tanlash, kasb tanlash to'g'risida. Vaqti bayatim men degandek 6-ayning 13-kuni tushdan burun soat Beijing vaqti 12 bilan başlangan. Bu Aqsu shahriga atalib fursatni cho'ng tutib vaqtida ashak berib arzu to'ldirasiz o'g'day. Ha, undalab qolsa aloqa qilish telefon nomeri-chi? 480 96 94 25 21. Mushtumurlar aloqa qilishib, tafsilotni hususiga sanchakli aytchimi lekin. Asli degandagi arzuni o'simi qo'ldan bermayli. Mobil boshlang'ich kitoblarda laglaga yashagandi, to'liqsiz shongan tashugandi, to'liqi chiqqanda chiji suqa shugandi. Mobil uyda garmanchi hozir maqsadda yig'ilib o'tiradi. Manglash ma'lum bir ko'rish keldi. Arzudimi? Vangbakas qilmadi deb o'ylashi tavu.